Zerke olanlar var azat ekanlar. Hammasi bor. Bor. Gelecek ham bog'lar hikmat to'qildi. Shu ikkita berimizga qo'ygan shu hikmat beradi. Endi gelecek ham Aslanlardan berilgan bu. Prezident tomonidan berilgan. Prezidentning so'zida Sovg'a bergan, kech olishga kredit Lekin bizga rahmat shunchalik ko'p berdi. Tumanida 5-6 joyga 4 taga berildi degan. Bizda mana Xudoga shukr, 10 taga berildi. Hozir mana ham bitta men ham savolim bor. Hozir 60 tani abidgacha shakllantirishim kerak. Sizlar mana shu kemish ekan, men hozir haligi istizlab ko'paygan vaqtda hamma kirtirganimizni men o'zimning o'rnimda o'tganini ham chiqaverganman, mana o'zimning o'rnimga ham so'rab qo'yib qo'ydim. Misol uchun, to'g'ri gapda. Ashunga menga hech kim, men to'g'ri nima qilaman, menga hech kim sizlar yordam berish, 60 tani olib 12 gacha shakllantirishim kerak. Buning hozir ko'cha boshlarga berasiz 60 ta. Nechta ko'cha boshi bor? 4 ta ko'cha boshimiz bor. Bitta o'zi 15 tadan shakllantirib beradi. nima qiladi 60 ta? Ha, 60 kattalarni, 10 yilga 10 sotidan yer beriladi. Beriladi ki mabodo agar yerga qaramasa, qaramasa yerni olib qo'yadi. Bu tomoni ham bor. Bunga qilingan shartnomalar nima bo'ladi? nima boshlangan paytda. Bir yilga berilgan xonasi. Yo'q, lekin fikri to'g'ri. Bu ham fikri to'g'ri. Birinchi bilan 5 yilga degani keyin 1 yilga tushdi. Hozir biz 5 yilga shartnoma qilgan masjidda kelgan hozir Men misol uchun boshqa bir yil ya'ni 2022-yildan 10 yil muddatga uzoq muddatga berdi. Bu ham qanday tartibda bo'ladi? Yangiliklarchiga boradi, ikkalamiz yer olmoqchimizda lot orqali raqobat bo'ladi. O'zimiz bilmaymiz. Sababi yerlarimiz mana Türkiye'de bu mandashda agar ko'rganimiz ba'zi bir joylarda fermerlar yerlaridan yurtida biz salonda hammasi bilgan ajrab bo'lsa qaramay sotib olib xonavarish bor. Shuni javobgarligi oldida bo'ladi. O'zimizda mana bu bo'ldi. O'zimizda. Men so'rayapman hozir. Men so'rayapman, seni ko'p yaxshi beraversa, bitta raqamni qo'yish kerak. Yurtchilar, ya'ni auksion orqali olinadigan yerlar, o'z sotigan. Men hozir shuni nima qilyapman, kechadan mana bitta raqamlashib, nimasini olib kelinglar, deyapman, hech kim olib kelmayapti. Men ham to'g'ri tushunmayman. Hozir meni hokimiyatdan ko'rgan, olib kelib bersa, ertaga o'g'irlamasam hozir. Ertaga yana men qoralayman. Hozir o'nakgacha ruxsat beryapti menga. Kechasini qo'yganim yo'q. Yangi savolga to'g'rilaymi? Kelgan savol shunday sizlar muddati og'irroq bo'lgan nimaga murojaat qilibdi. Endi men to'g'risi o'zimga qarshiman. Eskardi. 1,5 yil salkam keldi, so'ng anaqa ekan, baribir aralashtirib qo'yish uchun. Tabiiy endi mas'ul nimalarga xalq shahridan odamlarga savol bilan ishonch bilan mablag' savol so'rasak bo'lmas. 2020-yil may oyi oxirlarida Saxovat va Ko'mak jamg'armasini raqamni boshlamadigan shunaqa yozilibdi. Ba'zida kelgan ozuqat yoki pul mablag'mi nima, kimlarga berilgan, talon-taroj qilingan holatlar to'g'risida gaplar yuradimi degan savol bo'ldi. Bu juda eski muddat. Nima deysizlar? Eshitamizmi yo'qmi? Yaxshi bo'ldi. Ha, kuyib qo'ying. Nimasi borasizda? Ko'rsatlari ham bo'ladi, ko'rsatlari ham kuni vaqt fondidan berilgan, xayriya fondidan berilgan nimani fondni o'zim tarqatdim. Chunki bizga bergan pulmi yo oziq-ovqat mahsuloti bo'ldi. Qaysi bilmayman. Bizda bir 10 xil mahsulot bo'lgan bo'lsa kerak. Ikkitadan korobka bo'lgan. Yo'q, korobkadan emas ekan bu.
ikki lavozim, bir lavozim narsani murojaat qilish nima shu? Bu yangi yildagi narsani keltirganimiz ham bilmaymiz. Yangi yildagi narsani 2020-yil may oyining oxirlarida deydi. Odamlarning keyingi o'yinlardan bunday gapirishgan. O'shanda, mayli to'g'ri fitobotni men ham misol ertaga sizdan eshitdim, to'yda, yig'ilish bo'lganda. Men kimga berganlarni, Nosir akam bilan birga, nima bilan, Bushra bilan birga robotlari bor, kompyuterda chiqarib qo'yinglar deganda men eshitgandim yig'ilishda. Men tayyor bo'lardim. Lekin ikkinchi tomoni bor. Ikkinchi tomoni bor, o'tgan yil bizni mahallachalik hech kim qilmadi. To'g'ri gap aytish kerak. Men o'zim mana shu yerda 5-6 million so'mlik narsa olib, odamlarga buni gapiraman, ilojim yo'q. Nosir akam tik nimasida nima bor edi, qisir. Boshlansa. O'zimiz davlat tomonidan berildi. O'zimiz yonimizdan siz ham necha marta qildingiz, o'zimiz ham bu ham balki ehsondir. Tadbirkorlar ochib ketgan. O'zimizni aytmadik, qo'ydim, savob bo'ladi. Fondidan o'zi hurmatli ashiyatli yerda ajratilganmi yo yana ajratilgan? Yo'q, ana misol kelyaptilar, siz prezidentga berganda bo'lsa tarqatasiz 10 tani olmaydi. Undan keyin yana kelyapti, mabolarimiz 20 ta nimaga kelyapti? Kartochkasi bor, piyozi bor. Murojaatchini aytgan muddatini nimasini aralashtirib hisobotni naqsiy bo'ladi, kunlarga bergan keyinchalik. 2020-yil may oyining oxiri, 20-yildan keyin biz yozibdi. 2020-yil may oyining oxirida yoshingga muddat eskiligiga men to'g'risi bunga nima qilaman? Eski muddatdagi karantinada So'lmori nimasi bo'ldi, muammosi. So'lmori kasalxonadan keyingi holat. Shundan keyin So'lmori nimasidan keyingi holat ekan. Eski muddatligini aniqlamiz. Nimasini ro'yxatini aniqlamiz. Kimlarga bo'lgan masalalarga boshqa kanalda qo'ysak beramiz. Ya bo'lsa hozir mana qo'yganlar kimlardir. Dövrümüzde hocam sen dövrümde işte karabkeda. Karabkeda emas ekan, karabkeda boshqa der. Karabkeda emas. Bu yangi yilda karabkeda yangi yilda bergan. Karabkedaga yaxshi Rajoliydan aytdi, eski muddatda ekan. Savollar bo'lsa-da, keyingi savol masalaga to'g'ri. Mana naveslarni nimasi ekan endi mahalla kantini oldin anaqasi ekan. Open byudjet sayti bo'yicha anaqa ekan, qancha davlat ketdi boshladi, projekt loyihalar qancha shuni aniqlaydi. Savol berishdi, kanallar birinchi o'rinda shu murojaat bilan asosan boshlanganda bu nimasi kiritilmagan mahalla kantini guzari. Buni to'g'ri deputatimiz o'zi yugurib, iltimos qilib yurib, pochtaga nima qilyapti? Endi o'zi nima qiladi? Endi 76 ta mahalla bo'lsa, shundan hech qaysida mahalla komiteti qilinmadi. Hokim bilan shunaqasi ancha avvaldan bo'ldi. Qo'shtirlik endi komitetimiz ro'yxatga bo'lib qoldi. Endi mana bu naves masalasida olsak aytgan narsalar Xonda ham ko'p yubordi. O'zim ham nima qildim? O'g'limni telefonda ajitda hal bo'lib, hamma bo'lib uni yutib oldi. Navesda. Shu hujjatlarida. Chunki onlayn tarzda qatnashib, kim ko'p ovoz olsa, ana shunga bo'ladigan bo'ldi. Shuni olib turib, Xondaga shuni aqsiy bo'larkanini tashabbus bilan shu bo'ldi ekan. Men ham zavodlarimni tashlab o'raman telefonda ishchilarni ham. O'g'lim aytdim, o'g'lim tomonidan dillar ma'qilgan dedim, u ham yurdi, u ham bo'lib, joylashib shuni ma'qildim. Endi mablag'i qancha ekan deyapsan? 100 million. O'pinchi saytdagi ma'lumotlarga asosan. Shundagi uni yana ashi bilishib bergan quruvchi bor ekan. Ha, rayonda. Shu aytanga ishlarga, kunlar ishlarga ashi odam qatnashar ekan.
Ana o'ng bamiz ham mashq qildi. Hali Shams ketdi.